Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga yana bir kali ochilgan bugunvilyalarni ko'rsatmoqchiman. Bu malinoviy ochiladigan bugunvilya. Mana ochilishga tayyorlanib boshladi. O'zi mana yana bu yerdan ochilib boshladi mana. Shunday chiroyli rangi bo'ladi. Mana gullari bir qator to'kilgan joyda mana ikkitadan shox chiqib har biridan ikkitadan shox chiqib ochilishga endi taraddudlanib boshladi. Mana rangi o'zgarib boshladi. Mana shu yerdan avvalo birinchi bo'lib boshladi. Mana keyingi gulim oq rozviy ochiladigani mana bir tup bo'lib chiroyligina holatga kelib ochildi mana. Rangi o'ta go'zal, juda go'zal. Mana bu yerlardan o'ncha qilib boshladi mana. Keyingi yerlardan mana boshlagan. Birinchi mana oppoq ochiladi-da, keyin ranglari o'zgarib, chiroyli holatga kelib boshlaydi. Rangi juda ham go'zal, juda. Sariqlarim endi ochilishga kelyapti. Keyingisi mana fioletviy bugunvilya. Birinchi ochilib boshlaganda xafa bo'lgan edim. Mana rozviy ochilgani uchun mana katta rozviy ochilgan mana. Ikkita guli qo'limda yarimcha manaki. Rangi buni o'zgarib ketdi deb xafa bo'lib turgan edim. Lekin bu tomonidan mana fioletviy ochildi yana mana. Nimaga unday bo'ldi? Hayronman. Yarmi fioletviy, yarmi rozviy ochilyapti. Mana yarmida oq bo'lib chiqadi, keyin fioletviy rangi o'zgaradi mana. Rangi juda go'zal. Guli katta. Guli juda ham katta. Rangi o'ta chiroyli. O'rtasida guli ham juda chiroyli. Boshqalarga qaraganda bu bugunvilyani o'rtasida gulini ham farqi bor. Buni o'rtasida guli boshqacha mana. Bu ham boshqacha. Bu o'rtasida guli ochilib boshlaydi endi. Mana bu ochilgan holati bu. Mana. Ochilgan holati. Bular endi ochiladigan holati bular. Endi ochilib chiroyli holatga keladi. Bu yarmi fioletviy, yarmi rozviy bo'lgan mana. Xo'p, mana shu ochilgan mana tanasi yashil barglari, to'q yashil barglari rozviy ochilyapti mana. Yashil barglari rozviy ochilyapti, ochiq salatnisi ranglari fioletviy ochilyapti mana. Mana yana ochilyapti, ochilib boshladi. Mana bu yerlardan ochilishga taraddud ko'ryapti. Ollaridan, bu yoqdan ochilib boshladi mana. Bitta dara bugunvilya gulida ikki xil gul mana. Keyingisi mana katta ochilgan, eng katta bugunvilya ham bor. Yoshi ham kattarog'i. Bu nasib bo'lsa buni chiroyli qilib kesib, chiroyli holatga keltira olaman mana. Bugunvilya gullari katta ochilgan mana. Juda chiroyli qizil, bu yog'i rozviy aralash qizil. Shoxida ham bor, yog'larida ham bor. Bu pastidagilar hammasi to'kilgan, tagiga to'kilib tugadi mana. Bu eskirganlari. Bular mana yangi ochilayotgani mana. Rangi juda ham chiroyli qizil bular. Qip-qizil rangi, juda go'zal. Bu rozviy, yarmi fioletviy. Juda antiqa ochildi bu gulim, shunga men ham hayronman mana. Yarim rozviy, yarim fioletviy. Shu bugunvilyalarimni sizlarga ochilib ikkinchi marta qayta ochilganini videorolik ko'rsatmoqchi edim mana. Mana shu bugunvilyaga tushunmadim men. Nima sababdan bilmayman. Chatishtirilgan bugunvilyami bu? Hayronman. Mana tanasi mana shunaqa. Mana bu tomonda qalin tanasi bor.
yetishtirilgan bu bargi mana ikki xil, yarimi to'q yashil, yarimi ochiq yashil. Unga 2 martalab temir moddasi berdim. Bargi ocharib ketgan, temir moddasi yetishmayapti deb xelatizileza 2 marta berdim o'zi. Endi 3-marta beraman mana. Lekin mana gulidan ham farqlasa bo'ladi. Ochiq yashili fiolet va to'q yashili rozoviy ochildi. Bitta ko'chatda 2 xil gul ochilgan mana. Yarimi fiolet va yarimi rozoviy. Bu menimcha tanasida chatishtirilgan bugunviliya bo'lgan, mening fikrimcha. Kim yana qanaqa fikrda bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Men o'ylab hayron qolyapman. Bugungi ko'rsatgan videoroligim shundan iborat. Videom yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.